Bolalarim uyda o'tirgan kuni qachon bog'chaga borishar ekan deyman. Kechasi uxlab qolishganda yoki bog'chaga ketishganda shunaqa sog'inib qolaman. Menimcha meni onalar yaxshi tushunadi. Всё, bugun bog'chadan kelishganda ular bilan ko'proq vaqt o'tkazaman deyman-da o'zimga. Lekin har doim ham bu o'xshamaydi menda. Men poigray со mной degan payti men oshxonada ish qilgan bo'laman. Misol uchun, ujindan keyin men posуда yuvishim kerak, kuxnya tozalayman. No, именно shu payt bolalarim o'ynagisi keladi. Yoki endi bo'shasam telefonimda срочно ish chiqib qoladi. Kimgadir срочно nimadir yuborishim kerak, kimgadir срочно сообщение yozishim kerak bo'ladi. Bu payt bolalarim o'zligisi o'ynashadi. Amana esa keyin vijdon azobi qiynaydi. O'zimni urishib o'tiraman. Mana ular bilan yaxshi vaqt o'tkazmaysan. To'g'risini aytsam, menda bitta narsa bor. Men unaqa o'yinchoq o'ynashlarni yaxshi ko'rmayman. Bolaligimdan yaxshi ko'rmayman. O'yinchoq o'ynash o'rniga opam, xonlarim kuxnyada o'tirib, nimadirlar haqida gaplashsa, menga gap poylash qiziqroq bo'lgan. Ayniqsa dadamning qarindoshlarini обсуждать qilishgan. Qarindoshlar salom. No, baribirga ham bolalarim bilan birga vaqt o'tkazish uchun boshqa mashg'ulotlar topaman. Ham ularga qiziq bo'ladigan, ham menga qiziq bo'ladigan. Misol uchun, bugun bizda ular bilan birga pitsa qilamiz. Pizzani asl baraka kolbaskalardan olib oldim. Xamirim уже tayyor. Hozir hamma mahsulotlarni kesib qo'yib, tayyorlab qo'yaman. Bir o'ylab qarasam, u ishlari ham, boshqa ishlar ham tashvishlar ham tugamas ekan. Lekin bolalarimiz bir pasda katta bo'lib qolishar ekan. Ularni bolalik paytini qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun sizga ham, menga ham eslatma. Mehr uchun vaqt toping. Мистер Камера.